Islomni qabul qilgan dunyo yulduzlari. Mahershala Ali. Siz bu aktyorni asosan Alita jangari farishta filmi orqali tanishingiz mumkin. Ushbu Gollivud aktyorning onasi nasroniy voizidir va o'zi 20 yoshida islomni qabul qilib, Ali ismini olgan. Bugungi kunda Mahershala Qo'shma Shtatlardagi eng ko'p talab tushayotgan aktyorlardan biridir. Mahershala 2000-yilda shahodat kalimasini keltiradi va Ali ismini oladi. Uning aytishicha, 11-sentyabrdan keyin u tez-tez mamlakat bo'ylab harakatlanishda qiynalgan. Alining ismi maxsus xizmatlarning maxsus ro'yxatida bo'lgan va uning musulmon rafiqasi hatto bir muddat ro'mol o'rashni to'xtatishga majbur bo'lgan. Prezident Donald Tramp ilk bor ayrim musulmon davlatlardan kelgan muhojirlarni AQShga kirishini taqiqlash haqida gapirganida, Ali jim turmadi va qattiq tanqid bilan chiqdi. U islomni barcha talablarni bajarishga harakat qilishini tan oladi va o'z dindoshlarining ta'qib qilinishiga, umuman olganda, har qanday adolatsizlikka keskin qarshi chiqadi. Shu bilan birga Mahershala Ali Oskarni qo'lga kiritgan birinchi musulmon aktyor hisoblanadi.